Chuqur aka, 3 xona $1150 uy olasiz, tayyor remontlida. Yana shuncha 90 kvadrat tegib, podvali tekin bo'lsa, qalay, zo'rmi? Zo'r. Xullas, Shayxontohur Gulzorga kelganman. Ana 117 bo'lardi oldim, bilsanglar. Shu 117 ning o'rniga mana bu chiroyli Novostroyga tushgan. Kichik halqa yo'li, mana bu chiroyli joy, bu yog'i metro, tinchlik, mana bu yoqlar hamma qulay joylar. Xullas, shu yerda 3 xona, 90 kvadrat, pasti ham 90, tepasiga pulni sanaysizlar, pastida foydalanaverasizlar. Ketdik. Podyezddan mana kiraverish ko'rsatib turing, mana kiraverishda garderob shkaflari bor. Xullas, yangi remont mana kelavering endi bu yoqlarga. Bir chekkadan ko'rsataveraylik mana. Hammom, tualet, dush kabinka, jakuzi, BD, stiralka, xullas ana nima kerakli narsalar hammasi bor. Xo'p, mana bu yog'imiz oshxona. Mana tayyor, o'sha yerda ko'rayotgan hamma narsalar qoladi. 3 xona, 90 kvadrat. Yana 90 kvadratda sizlarga bonus, unga pul so'ralmayapti. Mana shu 3 xona uy olasizlar, o'zi narxida tegidek podvallari bonusga o'tib ketadi. Mana bu yerda yana bitta spalnya. Mana buni orqasiga mana bu garderob yasattirib yuborasizlar. Xo'sh, mana bu zal. Remontli, chiroyli. Ana endi bonusni bu yoqda ko'rsataman podvalni. Bonus podval tekin, tepaga narxida tekin shunday ketyapti. Mana bu yoqni ko'rsating. Mana xohlasangiz sport zali, xohlasangiz kino zali, xohlasangiz yana nimadir zal, xohlasangiz bir narsalar ko'raverasizlar. Xo'p, endi mana bu yog'imiz ham, bu yoq ham xona. Ichida mana bu yoqda o'zining sanuzillari bor, ko'rsating. Xohlasangiz seka qilinglar. Pastdan nimadir klinik ochib olinglar. Farqi yo'q. Mana bu yerdan podyezdga -1dan mana chiqib ketadigan eshiklargacha bor. Xullas, shu joyimiz 90 kvadrat. Tepasi haqida gapiryapman. Pastini men gapirmayapman. Gasi pasti tekin bu. Tepasi 90 kvadrat, remontli 3 xona. Xullas 103.500 sanaysizlar. Ham tegi ham sizlarniki bo'lib ketaveradi. Bonus shu bo'ldi. Tamom.